ochiq darsimda foydalangan bitta metodlarimdan biri bu to'rt taraf metodi. Ushbu metod orqali biz shumbola asarining va shumbola obrazining to'rtta tarafini ko'rib chiqdik. Demak, o'quvchilarga savol tariqasida to'rtta savol berildi. O'quvchilar esa uni to'ldirishdi. Kichik guruhlarda ishlanadi bu. Guruh bilan ishlash. Masalan, birinchi sifatda shumbolaning sizga yoqqan tarafi, ya'ni qoravoyning, keyingisi yoqtirmagan tarafingiz, keyingisi asar bugungi kunda yozilganida asarga qanday o'zgartirish kiritgan bo'lar edingiz va oxirgi to'rtinchi tarafi hozirgi kunda qoravoy kabi bolalarni siz hayotda qayerda kuzatishingiz mumkin, ular hozir ham bormi degan savollar berildi va o'quvchilar mana shu to'rtta tarafini ochib berishga harakat qilishadi.